Bo'stonliq ot bozori, Platina. Otlar juda ham ko'p. Ot olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga bozorga kelib, minib ko'rib, tanlab, yoqqanini narxini kelishib sotib olishingiz mumkin. Yoki bizga komment izoh raqam qoldiring. Siz xohlayotgan otning bo'yi, rangi, yoshini yozib qoldiring. Biz sizga imkoniyatdan kelib chiqqan holda variantlarni jo'natamiz. Ko'ringchi, yoqarmikin? O'ttirib qoldi. Bir katta ekan, shuni o'ttirib qoldi. Voy, ishni Ular videoga tushiradi.